Agar siz ham kundalik hayotda ko'zlaringizdagi minus yoki plus sababli qiynalayotgan bo'lsangiz, hozir lazerning korreksiyasi uchun eng yaxshi davr. Bizning klinikamizda lazer korreksiyasi yuqori darajadagi VisaMax texnologiyasi yordamida amalga oshiriladi. Bu bor yo'g'i 9 soniyani o'z ichiga oladi. Bemorlar hech qanday og'riqlar sezmaydi va o'sha kunning o'zida tiniq va ravshan ko'rishni boshlaydi. Lazer korreksiyasi kimlar uchun to'g'ri keladi? Lazerning korreksiya albatta ko'zoynakdan charchaganlar uchun, faol hayotni xohlayotganlar uchun, bundan tashqari linzalardan noqulayliklar sezadigan bemorlar uchun, hamda sportchilar, harbiylar va boshqa soha vakillarida aniq ko'rish muhim bo'lgan insonlar uchun tavsiya etiladi. Ha, aytgancha, lazerning korreksiyadan ayrim insonlar qo'rqishar ekan. Bu qo'rqish kerak emas, chunki qo'rquv uyg'onguncha o'zi lazerning korreksiya jarayoni tugab bo'ladi. Lazerli korreksiyadan oldin biz har bir bemorni to'liq tekshiruvdan o'tkazamiz. To'liq tekshiruvdan o'tkazish bu sifatni va aniq natijani kafolatlaydi. Ko'pchilik bemorlar lazerning korreksiyadan keyin bizga aytishadiki, shuncha yil nimaga kutdim? Agar siz ham yozni ko'zoynak va linzalarsiz boshlashni xohlasangiz, bizning konsultatsiyamizga yoziling.